Ko'p videochilar ChatGPT haqida video tayyorlayotgan ekan. Bu yerda ChatGPTga ishonch yo'q. ChatGPT ko'p yolg'on gapiradi. Hozir men buni sinab ko'rmoqchiman. Birinchi marta. Mana boshladik. Xo'sh, savolni berdim mana. ChatGPT meni savolimni diqqat bilan eshitdi. Men hozir uydaman. Uyimda avtomobilim bor va uyimdan 100 metr uzoqlikda avtomobil yuvish joyi, ya'ni moyka bor. Endi senga savol, men o'z avtomobilimni yuvish uchun moykaga avtomobilda borganim yaxshimi yoki yayov borganim yaxshimi? Qani jo'natamiz. Savolingizni tushundim. Vaziyat: siz uydasiz, mashina uyda, moyka esa atigi 100 metr. Agar maqsad mashinani yuvish bo'lsa, odatda mashinani haydab olib borish mantiqliroq, chunki mashinani yuvish uchun baribir uni moykaga yetkazish kerak. 100 metr juda qisqa masofa, yoqilg'i sarfi ham deyarli sezilmaydi. Yuvilgandan keyin toza mashinani qaytarib olib kelasiz. Yayov borish esa faqat quyidagi holatlarda qulay bo'lishi mumkin. Moykada xodim mashinani o'zi olib kirib chiqaradi. Mashinani oila a'zosi olib boradi. Siz mashinani o'sha yerda qoldirib, keyin olib ketmoqchisiz. Oddiy holatda mashinani yuvishga mashina bilan borish eng qulay variant. Mana azizlar, ChatGPT ga to'g'ri savol bersangiz, to'g'ri javob olasiz.